Sharqiy Turkistonda Xitoyning assimilyatsiya siyosati qattiq shaklda ijro qilinayotgan bir vaqtda, yaqinqi oylardan buyon Xitoy bilan Turkiya orasida imzolangan savdo kelishimlari andishalarni birga olib keldi. O'tgan oylardan 11 Uyg'urning Atatürk aerodromida bir mezgil tutib turilgandan keyin qo'yib berilishi bu vaqtdagi andishalarni biroz yengillatgan bo'lsa-mu, lekin Xinjiang universitetini bitirgan ayoli va ikki bolasi bilan Istanbulda yashayotgan Paratjonning sababsiz tutib ketilganligi, uning Xitoyga qaytarilishi talab qilingan bo'lsa-mu, oxirida qaytarmaslik qarori chiqarilganligi o'tirg'i chiqdi. Türkiye'nin Uşaq şəhərdəki qeyrindaşlıq və həmkarlıq munbiri Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmiga qarshi yurish faoliyati o'tkazdi. Yurish şəhərlik hökumət binası oldidan boshlanib, 15 iyul Şehitlar maydonida oxirlashdi. Faoliyatga nurg'un ommaviy tashkilotlar bilan birga Uşaq xalqi qatnashdi. Shuning bilan bir vaqtda İstanbul Fatixdagi Saraçxana bog'chasiga to'plangan Osmanlı Motosiklet klubining a'zolari Turkiya va Sharqiy Turkiston bayroqlarini ko'tarib axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Yana bir tarafdan Millatchi Harakat Partiyasi Konya ayollar sho'basi Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmi tasvirlangan rasm ko'rgazmasi ochdi. İsrailning Hayfa shahrida o'tkazilgan bir rasm ko'rgazmasida ishlatilgan model va tom gazetlari xristian qimmat qarashlarini kamsilganligi sababli mazkur davlatga xristianlarning noroziligini qo'zg'adi. İsrailning shimolidagi Hayfa shahridagi Hayfa muzeyida muqaddas buyumlar nomida o'tkazilgan ko'rgazmada ishlatilgan model va rasmlar bu davlatdagi falastinlik xristianlarning noroziligini qo'zg'adi. O'rta Osiyo Hindiston dialogi nomli tashqi ishlar ministrlari yig'ini O'zbekistonning tarixiy shahri Samarqandda o'tkazildi. Yig'inda so'z qilgan O'zbekiston tashqi ishlar ministri Abdulaziz Kamilov bu dialogning asosli maqsadining O'rta Osiyo bilan Hindiston orasida ko'p taraflik munosabatning jonlanishi uchun yangi bir ruh berish, taraflar orasidagi savdo, iqtisod, mablag' silish, madaniyat va boshqa sohalardagi yoshurun hamkorlik omillarini qo'llash, shundaqla xalqaro organlar doirasidagi munosabatlarni tangshish ekanligini bildirdi. Amerika'nın Kuveyt'deki El-Dubayd hava armiya bazisidagi harbiy kuchini oshirish haqida ikki davlat orasida kelishim imzolandı. Qatar tashqi ishlar ministri Abdurahmon Al-Sani bilan O'rta Osiyo ziyorati jarayonida Qatarga kelgan Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo ikkinchi navbatlik Amerika-Qatar dialogi yig'inidan keyin birlashma axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Al-Sani ikki davlatning poytaxt Dohaning 30 kilometr g'arbiy janubiga joylashgan havo armiyasidagi harbiy kuchini oshirish haqida bir memorandum, ma'rif va madaniyat sohalariga aloqador ikki kelishim imzolanganligini bildirdi.